Bismillah, alhamdulillah va ba'd. Boshlang'ich daraja uchun yozilayotgan maxsus kursimiz Nahv ilmi. Birinchi dars muqaddima. Bugun sizlar bilan nahv ilmiga kirish olamiz. O'zi aslida nahv nima degani, nahvga kim asos solgan, a? Nahvni nima uchun o'rganamiz, nahvda qaysi kitoblar o'qiladi, qaysi darajalar bor. Har bir ishni qilishdan oldin inson why degan savolni berish kerak. Ingliz tilida zo'r ajoyib nima bor? Why. Nima uchun? Men o'zi nima uchun qilyapman? Nahvni 10 yil o'rgangan bo'ling, lekin sizdan kimdir kelib turib, nahvni nega o'rganiladi o'zi desa bilmasangiz. O'zi nahv nima degan desa bilmasangiz. O'zi nahvga kim asos solgan desa bilmasangiz. Qanday bo'ladi? Shuning uchun har qanaqangi ilmga kirishdan oldin uni nima uchun o'rganilishi va uning samarasi nima, mana shunga o'xshagan ba'zi narsalarimiz bo'ladi, o'rganib olishimiz lozim. To'yib, bugun ham nahvga muqaddimamizda shu haqida batafsil gaplashgan bo'lamiz inshaalloh. Dars davomida iloji bo'lsa daftaringiz yoningizda bo'lishini hamda biz aytayotgan so'zlarni, ba'zi foydalarni yozib olishingizni tavsiya qilib qo'ygan bo'lardik. Tavsiya emas, talab qilib qo'ygan bo'lardik. Sababi eshitasiz, yodingizdan ko'tariladi. Yozganingiz bo'lsa siz bilan qoladi. Yozganingizni istagan paytingizda takrorlashingiz mumkin. Siz mana bu eshitganingiz 2 kundan keyin 95%, 90% esingizdan chiqib ketadi. Shuning uchun yozib yodlang. Yozishni o'zi kifoya qilmaydi. Aytilganidek, laysal ilmu ma hawal qimatru mal ilmu illa ma hawahu sadru. Ilm mana bu daftar o'zini ichiga olgan narsa emas, balki insonning ko'ksi o'zini ichiga olgan narsa deydi. Siz yozing, undan keyin yodlab oling. Bunaqangi quruqda yozishni o'zi kifoya qilmaydi. Va darslarimiz mobaynida jonli darsimizga qatnashadigan bo'lsangiz, ularda nima qilamiz? Sizlardan savol-javob qilib, bittalab so'rab olaman. Toyib, barakallohu fikum. Bunday bo'ladigan bo'lsa, darsimizni boshlaymiz. Xo'p, nahv ilmiga nima sabab bo'lgan? Nahv ilmiga nima sabab bo'lgan? Qayerdan kelib chiqqan bu ilm? Sababi payg'ambar alayhissalom davrlarida bo'lsin yoki islom kelishidan oldin bo'lsin, nahv degan narsa bo'lmagan. Lekin arablar haqiqiy fasohat hamda balog'at sohibi bo'lishgan. Garchi ular nahv ilmini bilishmasa ham, arab tilida she'rlar yozishgan, kitoblar bitilishiga sabab bo'lishgan, nahvda xato qilishmagan. Qanday lekin shu nega biz nahvni o'rganamiz? Nahv ilmi qayerdan kelib chiqdi? Nima bunga sabab bo'ldi deyilsa, Allohumma solli ala Muhammad bir go'zal voqeani zikr qilishadi. Qala al-Mubarrid deyshadi. Mubarrid aytadi. Haddathana al-Maziri. Qala Maziri bizga Maziri aytadi deyaptilar. Aytadilarki, as-sababu allazi wudi'at lahu abwabun nahwi anna bint Abi al-Aswad qalat lahu ma ajmalu as-sama'i. فقال نجومها. قالت أنا لا أستفهم يا أبتي بل أتعجب. فقال إذا أردت أن تتعجبي فافتحي فاك وقولي ما أجمل السماء. Buni arab tilini bilganlar bo'lsa bemalol o'qib turib tarjima qilsa bo'ladi. Men bo'lsa o'zbek tilini anaqa qilib beraman sizlarga. Mubarrid o'zi aytadi. Al-Mazoni bizga shunday rivoyat qiladi. Nahv boblari, nahv ilmini asos bo'lishiga sabab shuki, Abul Aswad ni qizi unga qarab turib kechasi deydi, aytadi. Ma ajmalu samai deydi. Va sarfni o'qiganlar bo'lsa yoki ozgina bu narsadan xabari bo'lganlar biladi. Ya'ni mana bu oxirdagi ko'rsangiz, ma ajmala samaa deb turib a qilib fatha gapirgan bo'lsa, naqadar go'zal osmona degan bo'ladi. Va lekin u ma ajmalu samai deb turib bu yerni zomma qilib qo'yadi, buni bo'lsa kasra qilib qo'yadi. Vaholanki fatha qilish kerak edi va ma'nosi osmonning nimasi go'zal degan ma'no kelib chiqadi. Osmonning nimasi go'zal deb so'raydi. Ha? Osmoni nimasi go'zal deydi-da. Subhanalloh. Shunda u yulduzlari deb javob beradi. Yulduzlari deb javob beradi. Qiz aytadi: "Otajon, men savol so'raganim yo'q" deydi. Balki men hayratlanyapman, bu taajjublanyapman deydi. Buni arab tilida uslubut taajjub deb qo'yadi. Masalan, ma ajmalal madrasata. Madrasa naqadar go'zal deysiz. Ma ajmalal kitaba. Kitob naqadar go'zal. Ma ajmalal al-insana. Naqadar chiroyli inson deysiz. Ya unaqa bo'ladigan bo'lsa deydi, hayratlanmoqchi bo'lsang og'zingni och deydi. Kattaroq och deydi. Sababi fathada og'iz ochiladi-ya. A qilginda deydi va aytginki ma ajmala samaa degan deydi. Demak, ma'nosi nima bo'lyapti? O'zgarib ketyapti. Buni shu Al-Muqtadob kitobida zikr qilinadi deyiladi. Mubarrid degan nahv ilmini katta bir imomlardan bo'lishgan bu kishi. Al-Mazoniydan rivoyat qilishgan ekan. Barakallohu fikum. Bularni ham masalan yodlab olinsa, yozib olinsa, bu ham bir ilm bo'lib qoladi-da.
Sababi siz ma'lum payt kelganda dars o'tasizku, to'g'rimi? O'shanda shularni og'zaki, ya'ni hifzidan aytib bera oling. Mubarrid o'zining kitobida Al-Mazoniydan rivoyat qiladi. Abul Asvad Duvaliyning qizi unga qarab turib ma ajmalu samai deydi. Qiz otasi unga qarab shunaqa deydi. Ya'ni unaqa bo'ladigan bo'lsa ma ajmala samaa degan deb aytadi. Bu ham bir ilmda, ilm mana shunaqangi qilib yig'iladi. Ilm mana shunaqangi mayda-mayda narsalarni yodlab olib yig'iladi. Toki biz boshqa joyga borganingizda nahv haqida, arab tili haqida gap ketib qolganda, bemalol gapiring, haqiqiy ilm sohibi bo'ling. Daftar nima, sizni ilmingiz anaqa bo'lib qolmasin, nima edi? Mana bu daftardagi narsa bo'lib qolmasin. Siz ilmingiz mana bu darsliklar bo'lib qolmasin. Siz ilmingiz qalbingizda bo'lsin. Toyib, mana shunga o'xshagan detalli narsalarni ham mukammal qilib yodlab keting. Men o'zim alhamdulillah maza qilaman. Har bitta narsani yozib boraman, nima? Har bitta narsani yozib boraman. Daftarlarni rasa konspektlar to'lib ketadi. To'g'ri turibdi bu PDF-da, lekin yozib olaman men. Mana. Masalanda, nechta daftarim bor ko'rsataymi men sizga? Bu maqtanishni aytmayman, Allohning fazli alhamdulillah. Mana daftarlarim. Mana shuncha konspektim bor mana. Mana shuncha konspekt qilaman men. Yozib borish kerak. Bitta ham qolgizmasdan yozib boraman. Dars kuzatsam, ichidagi har bitta so'zlarim bor-ku, masalan, har bitta darsni yozib borish kerak deyapman. Bu ham go'zal bir anaqa foyda. Buni ham yozib olaman men. Sababi menga foydada, chunki men ham gapirishim kerak. Toyib, barakallohu fikum. Shuni inobatga olinglar. Sizlarga umumiy tavsiya bu. Ilm olmoqchi bo'lsanglar, shunaqa usullarga ketsanglar yaxshiroq bo'ladi. Xo'p. Hamda har qanaqangi ilmga kirishdan oldin uni nima desa bo'ladi? Hadis o'qimoqchimisiz, fiqh o'qimoqchimisiz farqi yo'q. O'sha ilmga kirishdan oldin 10 ta narsa bilan tanishish kerak deyshadi. Bu islomiy yo'nalishlarda shunaqa qilishadi odatda. O'sha 10 ta asosi bilan tanishib olasiz. Nima u asoslar deyilsa, bularni hozir gaplashamiz. Bularni As-Sobbani bir kishi bor edilar, yodimdan ko'tarildi, muallif, she'rning muallifi aytishadi. Bular she'rni ham yozib turib yodlab olsangiz go'zal bo'ladi. Agar sizning darajangiz biroz balandroq bo'lsa, she'rni yozib yodlab oling, sizga haqiqiy ilm bo'ladi bu. Inna mabadi'a kulli fannin 10. Al-hadd wal-mawdu' thumma as-samara wa nisbatun wa fadluhu wal-wadi'u wal-ismu wal-istindadu hukmu ash-shari'u. Hukmu ash-shari' bo'ladi. مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز شرفا. إن مبادئ كل فن 10. إن البتة مبادئ أساسلari كل حرف fan o'sha yozib qo'yganmiz tarjimasini o'zingizlar ko'rib chiqasizlar. Har bitta fanni asosi deydi 10 tadir deydi. Nima ular? Al-haddu ya'ni ta'rifi, wal mavdu' mavzusi, as-samara uni samarasi. Nimaga o'rganamiz? Mavzusi, enaqa samarasi, mevasi. Va nisbatuhu nisbati. Va kimga nisbat beriladi bu ilm? Va fazilati nima? Qolgan ilmlar orasida. Asoschisi kim? Ismi nima? Nimaga bunaqa nomlangan? Boshqa ismlari nima u ilmni? Manbasi nima? Qayerdan kelib chiqqan bu ilm? Keyin shariatda hukmi qanaqa? O'rgansa joizmi, joiz emasmi? Masalan. Va 10-chisi bo'lsa, o'zi 10-chini deb sanadikmi yoki? Menimcha 10-chini deb sanabmiz. Toyib. Hop. Masailu wal ba'du bil ba'd iktafa va man dara al jami'a haza sharafa. Kim shularni hammasini biladigan bo'lsa deydi nima? Sharafga ega bo'ladi deydi. Tayyib, barakallohu fikum. Va ba'zilar deydi mana bu masailu wal ba'du bil ba'd iktafa. Ba'zilar zikr qilganda 10 tasini zikr qilmaydi, 4 tasini zikr qiladi, 5 tasini zikr qiladi, shu bilan kifoyalanadi. Shuni aytishyapti. Tayyib, barakallohu fikum. Hop, nima deyilsa, mana buni o'zbekchasini yozib qo'ya qolaman. Buni arabchani bilganlar bo'lsa ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Qislarni qiynab o'tirmayman, o'zbekchasini yozib o'tamiz. Ta'rifi. Bu o'zi ilm nima deyilsa, mana bu yerda biroz ko'rinmay qolish ehtimoli bor ekan. Aha. Xo'p, arablarni so'zlarining oxiri qanday o'zgarishini o'rgatuvchi qoidalar ilmi. Soddaroq qilishga harakat qildim, iloji imkon qadar. Ya'ni so'zlarimizni oxirini o'rganadi. O'sha bizni to'g'ri gapirishimiz, arab tilini qanday, masalan, arablarning kalomini o'rganadigan nima? Buni arab tilida go'zalroq shaklda berilgan. Ilmun bi usulin tu'rafu bihi ahvalul kalam al-arabi i'raban va bina'an. Arablarning kalomi o'rganiladi. Arablarning nimasi o'rganiladi? Kalomi o'rganiladi. Ilm ikkinchisi bo'lsa mavzusi. Bu ilm nima haqida? Al-kalimatul arabiyyatu wal kalamu min haythu al-i'rab wal bina. Ya'ni arab tilidagi kalimalarni o'rganadi hamda ularning oxirigidagi o'zgarishlarini o'rganadi. Oxirigidagi o'zgarishlar mana bu yerga yozib qo'yganmiz. I'rob va bino jihatidan. Masalan, al-kitabu deyapman. Nega al-kitaba demayapman? Nega al-kitabi demayapman? Mana shu arab tilidagi so'zlar va jumlalarni o'rganadi, oxirigidagi o'zgarishlarni o'rganadi odatda. Toyib, sarf bo'lsa, o'rtasi va boshlanishidagi o'zgarishlarni o'rganadi. Mavzusi shu. So'zlarning oxiri, arab so'zlarining va kalomlarining oxirgi harakatlarini o'rganadi odatda. Xo'p, mevasi nima deyilsa, bu
Savnul lisani minal xato deydi. Savnul lisani minal xato. Bu nahv ilmini o'rgangan inson xato qilmasdan bemalol gapira oladi. Va lekin arab tilini o'rganmagan bo'lsa xato bilan gapiradi. Va lekin shu yerda tushunib qolmaslik kerakki, nahvni o'rgansam gapirar ekanman emas, balki siz gapirishni bilishingiz kerak, undan keyin bo'lsa nahvni o'rganasiz. Toyib. Xo'p, nisbati boshqa ilmlar orasidagi o'rni qanaqa deyilsa, boshqa ilmlar orasida bu har bitta ilmimizga asos bo'ladi. Har bitta ilmimizga asos bo'ladi. Masalan, tafsir bilan hadisni o'qimoqchi bo'lgan odam bu ilmni albatta o'rganishi lozim. Sababi nahvni bilmasdan turib u ilmlarni o'rgana olmaydi. Masalanda, va hokazo ko'rinishida qolgan ilmlarga, jamiki ilmlarga asos bo'ladi. Siz nahvni yaxshilab o'rganing, arab tilini yaxshilab o'rganing, qolgan ilmlarda ham xohlang fizikani o'qing, xohlang matematikani o'qing, lekin arab tilida o'qiydigan har qanaqangi ilmingizni maza qilib o'qiy olasiz. Va lekin nahvni ham, arab tilini ham yaxshi o'qimagan bo'lsangiz, har qanaqangi ilmda oqsoq bo'lib qolasiz. Xo'p, sharaf va qadri nima? 5-si al-fadl, fazilati nima deyilsa, arab ilmlarining eng sharaflisi, chunki u orqali barcha diniy ilmlar tushuniladi. Fazilat, qolgan ilmlarning orasida nimasi bor? Fazilati bor albatta. Xo'p, asoschisi kim? Asoschisi kim deyilsa, o'sha Abul Asvad Duvali boya zikr qildik-a, uni qizi aytadi-ku, shunda Imom Alini oldilariga kelishadi-da, Hazrat Ali radhiyallohu anhu oldilariga kelib turib, shunaqa bo'lyapti deysa, Hazrat Ali, siz deyshadi, shunaqangi bir qoidalarga asos soling deyshadi. Shundan keyin nahv ilmiga bu kishi asos solgan inson sifatida tarixda qoladi. Xo'p, nimaga bu nom bilan nomlangan deyilsa, nahv so'zining ma'nosi tomon degan ma'noda keladi. Ya'ni ana zahabtu nahval madrasati, men madrasa tomonga ketdim. Ana zahabtu nahval masjidi, masjid tomonga ketdim. Ana zahabtu nahvad dukkan, nahv tomonga, do'kon tomonga ketdim. Tomon, nahayanhu degani bo'lsa, o'sha tomonga yurmoq degan ma'noni kelib chiqadi. Bu Abul Asvad Duvali ham mana shu tomonga yurib, shu qoidalar tomoniga yurib, qoidalarni nima qilgani uchun, tashkillagani uchun uni nahv deb nomlashgan. Hop, qayerdan olinadi deyilsa, bu yerda Qur'on Karim, hadis sharif deb qo'yilgan. Bu keyinroq keladi, lekin asosan arablarning she'riyatidan olinadi. Arab tili asosan fasohatli va balog'atli bo'lgan arablarning she'riyatidan olinadi. Masalan, islom kelishidan oldin Imruul Qoys kabi masalan mashhur shoirlar o'tgan. Ular haqiqiy balog'at sohibi bo'lgan, fasohat sohibi bo'lgan. O'sha Abul Asvad Duvaliylar nahv ilmiga asos solayotganda, ularning she'riga qaraganda, ha, bular bunaqa deyapti, demak qoidamiz bunaqa bo'lib chiqar ekan. Agar qoidamizga ularning she'ri noto'g'ri kelib qolsa, bizning qoidamiz xato bo'ladi, ularning she'ri emas. Chunki ular haqiqiy arab tilining sohibi bo'lgan deb aytishadi. Shundiga, undan keyin bo'lsa Qur'oni Karim, albatta Alloh taoloning kitobi bo'lgani sababli unda xato bo'lishi imkonsiz. Undan ham ba'zi narsalar istinbot qilinadi. Va hadis shariflar ham Rasululloh alayhi vasallam sababi eng fasohatli, eng balog'atli kishi bo'lganlar, inson bo'lganlar sallallohu alayhi vasallam. Endi bu ilmni o'rgansak, o'rganishimizning hukmi nima? Hukmu shari'a. Joizmi, farzmi, vojibmi deyilsa, farzi kifoya, ya'ni ummatdan ma'lum bir qismi bu ilmni o'rgansa, kifoya qiladi. Qolganlardan soqit bo'ladi. Va lekin tafsir, hadis ilmlarini o'qimoqchi bo'lgan inson arab tilini bilmasa, nahvni bilmasa, u ilmlarni o'rgana olmaydi. Balki o'rganish barobarida xato o'rganadi. Shu sababli bu ilmni o'rganish uning zimmasida farz bo'ladi, farz ayin bo'ladi. O'rganmasa gunohkor bo'ladi. Sababi tafsirni qanday o'rganadi nahvni bilmasa? Nimani o'rganadi deyilsa, masalalari nima? Nimani o'qiymiz? Masalan, hadisda Rasulullohning anaqalarini o'qiymiz, demaydi. Siyratlarini o'qiymiz. Rasulullohni siyratlari deganda o'sha gapirgan gaplari, aytgan so'zlari, iqrorlari, taqrirlari va masalan, mana shunga o'xshagan fe'l atvorlari, harakatlari, qilgan ishlarini o'rganadi. Matematika bo'lsa misollar yechishni va hokazolarni o'rganadi. Nahv ilmi bo'lsa aytganimizdek, arablarning kalomlari, ism, fe'l, harf, majrur, mansub, mana shunga o'xshagan ba'zi grammatik qoidalarni o'rganadi hamda shu arablarning oxirigidagi so'zlarning o'zgarishini o'rganadi asosan. Asosan aytmoqchi bo'lgan narsam shu 10 ta narsani yodlab olsangiz, har qanaqangi ilmga kirishdan oldin shu narsa 10 ta narsa o'rganiladi. Bu davom etmoqchi bo'lsangiz, masalan, islom ilmlarida. Biz albatta hech qanday diniy materialdan foydalanmaymiz, diniy ilmlar o'rgatilmaydi, shuni aytib ketishim lozim. إن مبادئ كل فن 10 الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاستمداد والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف هذه. Bularni demak bilib oldik degan umidim bor. Bularni bir qaytib o'qib chiqasiz, ko'rib chiqasiz, hamda bularni savol-javob qilamiz siz bilan. Qaysi kitoblarni o'qiymiz? Umumiy tushuncha hosil bo'lsin. Bo'ldimi? Shu bilan boshlang'ichda o'qisam tugadimi desa, yo'q. Nahv ilmi shunaqangi bir katta ilmki, Imom Shofiy aytadilar. Arab tili deyshadi bahrdir. Al-lughatul arabiyyatu bahr, la yuhitu biha illa an-nabiy dedilar. Al-lughatul arabiyyatu bahrun, dengizdir. La yuhitu bihi illa an-nabiy dedilar.
Undan uni hech kim ihota qila olmaydi. Uni hech kim qamrab ola olmaydi, illoki payg'ambar alayhisalom hamma jihatdan qamrab olishga. Undan boshqa odam qo'lidan kelmaydi deyishadi. Ya'ni siz sho'ng'isangiz chuqur ketaveradi. Va lekin oson, qaysi ma'noda tushunish uchun oson, o'rganish uchun oson. Lekin siz chuqurlashaman, nihoyasiga yetaman desangiz, yo'q, yeta olmaysiz. Shu darajada chuqur ketaverasiz, ketaverasiz, ketaverasiz. Va zavq degan narsa bo'ladi-da, maza qilasiz o'rganib. To'yib. Xo'p, birinchi navbatda o'sha oldin nimangiz bo'lsa, sizni tushunchangiz bo'lsa, boshlang'ich darajada Al-Ajurumiyya degan matn bor. Mana shu o'qiladi. Keyin Mutammimatul Al-Ajurumiyya buni sharhi o'qiladi. Hamda yoki Ad-Durusun Nahviyya kitobim qayerda mana? Bir lahza. Ad-Durusun Nahviyya kitobi o'qiladi. Bu hozirgi kunda muasir bo'lgan kitoblardan biri. Ya'ni juda mashhur kitoblardan biri. Agar ko'rgan bo'lsanglar, bu kitobdan o'qiymizmi desanglar savolda, bu kitobdan o'qiladi. Odatda boshlang'ich darajada. Va Al-Qawaidul Mushajja'a degan kitob bor. Bu Turkiya Marmara universitetida darslik qilib o'qitiladi. Bu ham darajasi shu boshlang'ich daraja. Boshlang'ich dirkanman. Masalan, ulamolar aytishganki, kim mana shu kitobni o'qib tugatsa, arab tilida xatosiz gapiradi deyshadi. Bu kitobni o'zi ham 3 ta bosqichdan iborat. 3 ta kitob bu bosqich, bu kitob ham masalanda boshlang'ich daraja deganimiz bilan. Bu ilmiy ma'noda gapiryapman. O'rta daraja bo'lsa, Qatrun nada va ballis soda. Bu kitobni ham ko'rsataman, mayli. Bu kitobni Ibn Hisham yozganlar. Ibn Hisham degan bitta olim o'tishgan, haqiqiy bir olim bo'lganlar, nahv ilmida juda ham mashhur kishilar. Mana bu kitob. Qatrun nada va ballis soda. Bu kitobni deyshadi, nima? Boshlang'ich bosqichda uchun o'qitishganda, yozishgan o'zi. Birinchi yozishgan kitoblari shu. Va lekin hozir o'rta bosqichda o'qitiladi. Sababi ozgina zamon o'zgardi. Va shu to'g'rida ham undan keyin o'qiladi. Ibn Hisham o'zlarining kitobi. Undan keyin Tawdihul Masalik, al-Maqasid bo'lib qoldi bu yerda. Alfiya yozilgan sharh. Undan keyin bo'lsa Alfiyat ibn Malik o'qiladi. Anaqasi matn yodlab shunaqa o'qiladi. Bu o'zi bir-biriga sharh xolos. Undan keyin deyshadi Sharh ibn Aqil o'qiladi. Bu Sheyx Atamal Asimiy tuzib bergan manhaj edilar. Sharh ibn Aqil. Ibn Aqil degan kishi o'sha Alfiya degan 1000 ta nazmdan iborat nimaga sharh qilgan. Bu ham 2 mujalladdan iborat edi taqriban. O'sha o'qiladi. Undan keyin Awdahul Masalik, mana bu bir-biri bilan teng bo'lgan narsalar. Bu ham Awdahul Masalik ham menimcha qanaqasi. Tawdihul Masalik bilan Awdahul Masalik bitta kitob o'zi aslida. Bitta hozir biroz sarkashlik ketib qolgan to'g'risida. To'yib, undan keyin boshqa sharhlar keladi. Eng oxirida bo'lsa, mesela men bilganim Sibawayhning Al-Kitab kitobi. Al-Muqtadab Mubarridning kitobini zikr qildik-a. Sharhul Mufaddal Ibn Yaush, Ibn Yaish. Mana shu kitoblar o'qiladi. Sibawayhni bilasizlar, forsda o'tganlar. Qaranglar, mana shu yerda o'zi tugadi. Qaranglarda, masalan, arab tilining imomlari arab bo'lmagan odatda. Sibawayh deyapmiz. Mas qarang, birinchi o'rinda turibdi. Sibawayh arab bo'lmagan, fors bo'lgan. Zamaxshariy arab tilidagi imom bo'lgan. Va lekin o'zi qatli bo'lgan, Samarqandlik bo'lganmilar, masalan? O'zbekistonlik bo'lganlar. Ya'ni arab bo'lmasdan turib bo'lganlar. Imom Buxoriyni qarang, arab bo'lganmilar? Yo'q. Demak, siz ham arab bo'lmadingiz degani, arablardan o'tib keta olmaysiz degani emas. Arab tili arablarning tili emas. Arab tili sizni diningiz tili. O'tib ketasiz ulardan bemalol agar harakat qiladigan bo'lsangiz. To'yib, ular ham shunday harakat qilgan va tarjimasi o'rgangan, aytib berish shunda. Yaxshilab o'rgangan, jiddiy qilgan va erishgan. Arab tili imom darajasiga erishgan. Shuning uchun men ajamiyman-da, arab emasman-da, ular arab tili degan bahona vobshe yig'ishtiring. Umuman kerak emas bu bahona. Darslarimiz qaysi kitoblarni tashkil topadi deyilsa, anaqa tashkillanadi deyilsa, mana bu Al-Qawaidul Mushajja'a. Qawaid Mushajja'a aytdik-ku, Marmara universitetida anaqa rasmiy tasdiqdan o'tgan kitobimiz. Al-Kitab Durus Nahviyya orqali tayyorlanadi hamda mana bu O'zbekistonda mo'tabar kitob. Rasmiy tasdiqdan o'tgan arab adabiy tilidan tayyorlanadi va hech qanday diniy materiallardan foydalanilmaydi. Hech qanday diniy mazmunga ega bo'lgan narsalar zikr qilinmaydi. Hammasi inshaalloh nima desa bo'ladi? Shu diniy kontentlardan xoli ravishda tayyorlaymiz. Toyib, barakallohu fikum. Qisqacha qilib aytganda, muqaddimamiz shu. Sizdan talab qilinadigan narsa, o'tilgan mavzuni, o'tilgan narsalarni hamda olgan foydalaringizni yozib oling, yodlab oling, hamda sizlar bilan bu narsalarni savol-javob qilamiz. Alloh taolo ilminglarni ziyoda qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.